Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan O'zbekistondagi millionlab pensionerlar hayotiga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu 2026 yildan boshlab sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan jiddiy o'zgarishdir. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki sizning ota-onangiz, bobo-buvalaringiz nafaqada bo'lsa, ushbu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Bu ma'lumot sizning e'tiboringizga mutlaqo loyiq. Siz hozirda to'layotgan ba'zi to'lovlar uchun 2026 yildan boshlab pul to'lash majburiyatidan ozod bo'lishingiz mumkin. Bu qanday to'lovlar ekanligini, kimlarga tegishli ekanligini va qanday qilib bu imtiyozdan foydalanish mumkinligini bilishni istasangiz, darhol kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Bu videoni oxirigacha ko'rishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Chunki har bir tafsilot siz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Avvalambor, muammoning mohiyatiga oydinlik kiritaylik. O'zbekistonda pensionerlar har doim ham ma'lum soliq yukiga ega bo'lishgan. Xususan mol-mulk solig'i va yer solig'i aksariyat pensionerlar uchun har yilgi majburiyat bo'lib kelgan. Keling, bu soliqlar nima ekanligini qisqacha tushuntirib beray. Mol-mulk solig'i siz egalik qilgan turar joy binoyingiz, ya'ni uyingiz yoki kvartirangiz uchun davlatga to'lanadigan yillik to'lovdir. Bu soliqning miqdori mulkning kadastr qiymati va hududga qarab belgilanadi. Yer solig'i esa sizga tegishli bo'lgan yer uchastkasi, masalan, hovli bog' yoki tomorqa uchastkasi uchun olinadigan yillik to'lovdir. Uning miqdori yerning maydoni joylashuviga, qishloq xo'jaligi yeri, turar joy yeri va hokazo bog'liq bo'ladi. Bu soliqlar davlat byudjetiga tushadi va ijtimoiy soha, infratuzilmani rivojlantirish kabi umumiy ehtiyojlarga sarflanadi. Qadimdan, hatto Sovet ittifoqi davrida ham, so'ngra mustaqillik yillarida ham pensionerlar uchun ba'zi bir kichik imtiyozlar mavjud edi. Lekin ular juda cheklangan va tor doiradagi shaxslarga tegishli edi. Masalan, urush faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etish ishtirokchilari kabi alohida toifadagi pensionerlarga ba'zi soliq imtiyozlari berilar edi. Lekin oddiy nafaqaxo'rlar, agar ular yuqorida sanalgan toifalarga kirmasa, o'z mulklari uchun soliq to'lashda davom etishardi. Bu esa ko'pchilik pensionerlar uchun ayniqsa kam ta'minlangan oilalarda pensiya miqdori unchalik katta bo'lmagani sababli sezilarli moliyaviy yukni keltirib chiqarardi. Har yili soliqlarni to'lash vaqti kelganda ko'plab keksa yoshdagilar uchun bu qo'shimcha tashvish va xarajat manbai bo'lardi. Ko'p hollarda nafaqaxo'rlar o'z pensiyalarining bir qismini ushbu soliqlarga sarflashga majbur bo'lishardi. Bu esa ularning kundalik ehtiyojlari uchun qoladigan mablag'ni yanada kamaytirardi. Endi esa eng muhim yangilik. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qonun hujjatlariga asosan 2026 yildan boshlab O'zbekistondagi pensionerlar uchun mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha katta imtiyozlar joriy etiladi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, nafaqaxo'rlar ma'lum bir shartlar asosida ushbu ikki turdagi soliqdan to'liq yoki qisman ozod etilishi mumkin. Bu o'zgarish nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga, ularning moliyaviy ahvolini yaxshilashga qaratilgan muhim qadamdir. Davlat keksa avlodni qo'llab-quvvatlashga, ularning hayot sifatini oshirishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu chora-tadbirlar ularning turmush farovonligini oshirish, moliyaviy yukni yengillashtirish va hayotdan rohatlanishlari uchun ko'proq imkoniyatlar yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. Keling, bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Kimlar bu imtiyozdan foydalanishi mumkin? Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Va kimlar esa ba'zi narsalarni bilib qo'yishi zarur. Birinchi asosiy narsa kim nafaqaxo'r hisoblanadi? O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra belgilangan yoshga yetganligi erkaklar uchun 6 yosh, ayollar uchun 75 yosh yoki nogironligi sababli pensiya oluvchi shaxslar nafaqaxo'r hisoblanadi. Shuningdek, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar ham bu toifaga kiradi. Yangi tartibga ko'ra 2026 yildan boshlab belgilangan mezonlarga javob beruvchi barcha nafaqaxo'rlar mol-mulk solig'i va yer soligidan ma'lum miqdorda ozod etiladi. Aniqroq aytganda, yangi qonunchilikka binoan har bir nafaqaxo'r shaxs bir dona turar joy binosi, uy yoki kvartira va bir dona shaxsiy tomorqa yoki bog' uchastkasi uchun to'lanadigan mol-mulk va yer soliqlaridan to'liq ozod etiladi. Bu degani, agar sizning nomingizda faqat bitta uy va bitta yer uchastkasi bo'lsa, siz 2026 yildan boshlab ushbu soliqlar uchun bir tiyin ham to'lamaysiz. Bu
Bu esa har bir nafaqaxo'rning budjetida sezilarli mablag'ni tejash imkonini beradi. Keling, real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, bu Fotima 7 yosh. U Toshkent viloyatidagi bir qishloqda yashaydi. Uning nomida bitta hovli uyi va unga biriktirilgan 6 sotiq bog' uchastkasi bor. Buvi Fotima umri davomida farzandlarini o'stirib, bog'ida dehqonchilik qilib kelgan. U har yili o'z uy joyi va yer uchastkasi uchun mol mulk va yer solig'i to'laydi. Masalan, uning uyi uchun yillik 200 ming so'm, yer uchastkasi uchun esa 1,5 ming so'm soliq to'langan. Jami 220 ming so'm. Buvi Fotimaning oylik pensiyasi 1 million 500 ming so'm atrofida. Uning uchun 220 ming so'm sezilarli miqdor hisoblanadi. U bu pullarni dorilarga, oziq-ovqatga yoki nabiralariga sovg'a olishga sarflashi mumkin edi. Yangi qonun kuchga kirgach, bu Fotima 2026 yildan boshlab ushbu 3,5 ming so'm soliqni to'lashdan to'liq ozod etiladi. Bu degani, u har yili 350 ming so'm pulni tejab, o'z ehtiyojlariga sarflashi mumkin bo'ladi. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, unga qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Ikkinchi misol, bobo Akrom 75 yosh. U shaharda yashaydi. Uning nomida 2 xonadonli kvartira va shahardan tashqarida dacha hududida joylashgan yana bitta uy bor. Shuningdek, uning shahar ichida 2 ta yer uchastkasi bor. Birida uy qurilgan, ikkinchisi esa bo'sh yotgan tomorqa. Bu holatda nima bo'ladi? Yangi qonunga ko'ra, bobo Akromga faqat bitta turar joy binosi va bitta yer uchastkasi uchun imtiyoz beriladi. Bobo Akromning o'zi qaysi mulkiga imtiyoz qo'llanishini tanlashi mumkin. Masalan, u shahardagi kvartirasi va uy qurilgan yer uchastkasini tanlashi mumkin. Qolgan ikkinchi uyi va bo'sh yotgan yer uchastkasi uchun u odatdagidek mol mulk va yer solig'ini to'lashda davom etadi. Bu yerda muhim nuqta, imtiyoz bir kishiga bir mulk prinsipi asosida beriladi. Shaxsning barcha mulklariga emas. Agar bobo Akrom shahar kvartirasi uchun yillik 300 ming so'm soliq to'lagan bo'lsa va dacha uyi uchun 400 ming so'm, shahar ichidagi yer uchastkasi uchun 200 ming so'm, bo'sh yotgan yer uchun 100 ming so'm soliq to'lagan bo'lsa, u maksimal tejamkorlik qilish uchun eng katta soliq to'lanadigan mulkini tanlashi mumkin. Masalan, dacha uyi va shahar ichidagi yer uchastkasini tanlab 400 ming plus 2600 ming so'm tejashi mumkin. Qolgan mulklarga esa soliq to'lashda davom etadi. Bu shuni anglatadiki, bir nechta mulkka ega bo'lgan nafaqaxo'rlar imtiyozni qaysi mulkiga qo'llashni strategik jihatdan rejalashtirishlari kerak bo'ladi. Uchinchi misol. Bir necha yil oldin nafaqaga chiqqan, ammo mol mulk va yer solig'i bo'yicha hech qanday imtiyozdan xabardor bo'lmagan, lekin aslida ba'zi kichik imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan pensioner bor. Misol uchun, qishloq joyida yashovchi, pensiya miqdori minimal darajadan past bo'lgan pensionerlar uchun avval ham ba'zi hududlarda kichik soliq imtiyozlari mavjud bo'lishi mumkin edi, ammo ular bu haqda bilmaganlar. Yangi qonun 2026 yildan boshlab kuchga kiradi. Shuning uchun oldingi yillar uchun bu imtiyoz qo'llanilmaydi. Biroq bu nafaqaxo'r uchun 2026 yildan boshlab yangi keng qamrovli imtiyoz qo'llanilishi aniq. Agar ular o'z mulklari uchun soliq to'lashda davom etayotgan bo'lsa, 2026 yilning boshidan boshlab ushbu imtiyozdan foydalanish uchun tegishli choralar ko'rishlari kerak bo'ladi. Bu ularga kelgusida ortiqcha xarajatlardan qutulish imkonini beradi. Shuning uchun avvalgi imtiyozlardan xabardor bo'lmaganlar ham endi yangi imtiyozdan to'liq foydalanishlari shart. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Bir dona turar joy mulki va bir dona shaxsiy yer uchastkasi ega bo'lgan va nafaqaxo'r maqomiga ega bo'lgan shaxslar umuman tashvishlanmasliklari mumkin. Chunki ular to'liq soliqdan ozod etiladilar. Kimlar esa ba'zi jihatlarga e'tibor berishi kerak? Bir nechta mulkka ega bo'lgan nafaqaxo'rlar va shuningdek, hali bu imtiyozdan foydalanish tartibi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lmaganlar. Ular imtiyozni rasmiylashtirish uchun qilinadigan harakatlarni oldindan bilib olishlari lozim. Endi esa ushbu yangi tartibning ba'zi istisnolari, tuzoqlari va noaniq jihatlari haqida gaplashaylik. Chunki har qanday qonun yoki qoidada bo'lgani kabi, bu yerda ham e'tibor berish lozim bo'lgan muhim nuqtalar mavjud. Istisnolar. Birinchidan, imtiyoz faqat shaxsiy turar joy mulki va shaxsiy tomorqa bog' uchastkasi uchun amal qiladi. Agar sizning nomingizda tijorat maqsadlarida foydalaniladigan mulklar, masalan, do'kon, ofis, ishlab chiqarish binolari yoki ijaraga beriladigan ko'p xonali kvartiralar bo'lsa, bu mulklar uchun soliq to'lash majburiyati saqlanib qoladi.
siz ushbu turdagi mulklar uchun hech qanday imtiyozdan foydalana olmaysiz. İmtiyozning maqsadi pensionerlarning yashash sharoitlarini yaxshilash va shaxsiy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlashga emas. Ikkinchidan, yuqorida aytib o'tganimdek, agar siz bir nechta turar joy mulki va bir nechta yer uchastkasiga ega bo'lsangiz, imtiyoz faqat siz tanlagan bir dona turar joy binosi va bir dona yer uchastkasi uchun qo'llaniladi. Bu tanlov juda muhimdir. Siz eng qimmat mulkingizni yoki soliq miqdori eng yuqori bo'lgan mulkingizni tanlab, maksimal darajada mablag' tejashingiz mumkin. Tanlovni qanday qilish kerakligini soliq inspeksiyasiga murojaat qilganingizda aniq aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. Aks holda soliq organi o'z xohishiga ko'ra eng past soliq solinadigan mulkka imtiyozni qo'llashi mumkin. Bu esa sizning manfaatingizga zid bo'lishi mumkin. Uchinchidan, agar pensioner 2026 yildan keyin mulkni sotib olsa, hadya shartnomasi orqali olsa yoki meros qilib olsa, bu imtiyoz unga ham tegishli bo'ladimi? Ha, agar bu mulk uning yagona turar joyi va yagona yer uchastkasi bo'lsa, albatta tegishli bo'ladi. Ammo xuddi yuqoridagi qoida kabi, agar u boshqa mulklarga ega bo'lsa, faqat bitta mulkiga imtiyoz qo'llaniladi. Yangi mulkni ro'yxatdan o'tkazgandan so'ng soliq organiga yana murojaat qilish va imtiyozni yangi mulkka rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. Birinchi muhim tuzoq bu imtiyozning avtomatik tarzda qo'llanilmasligi. Ko'pgina pensionerlar men pensioner bo'lsam, endi soliq to'lamasam kerak deb o'ylashlari mumkin. Afsuski bu xato. Imtiyozdan foydalanish uchun deyarli har doim tegishli davlat organiga, odatda Davlat soliq xizmati inspeksiyasiga ariza bilan murojaat qilish va zarur hujjatlarni taqdim etish talab etiladi. Agar siz ariza bermasangiz, soliq organi sizning pensioner ekanligingizni bilmasligi va sizga soliq hisoblashda davom etishi mumkin. Bu esa keyinchalik tushunmovchiliklar va qarzdorlikka olib kelishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlarni taqdim etish. Siz barcha kerakli hujjatlarni to'g'ri shaklda taqdim etishingiz shart. Misol uchun, pensiya guvohnomasi, pasport, mulkchilikka oid kadastr hujjatlari kabi. Agar hujjatlaringizda kamchilik bo'lsa, arizangiz rad etilishi yoki jarayon kechikishi mumkin. Bu esa sizning vaqtingiz va asablaringizni sarflashga majbur qiladi. Uchinchi noaniq jihat, mulk turini noto'g'ri tushunish. Ba'zi pensionerlar o'zlarining garajlari, yordamchi binolari yoki kichik ishlab chiqarish sexlarini ham shaxsiy mulk deb hisoblashlari mumkin. Soliq qonunchiligida turar joy va yer uchastkasi tushunchalari aniq belgilangan. Agar mulkingizning maqsadi va toifasi belgilangan standartlarga mos kelmasa, unga imtiyoz qo'llanilmasligi mumkin. Shuning uchun mulk hujjatlaringizni diqqat bilan o'rganishingiz va zarur bo'lsa, mutaxassislardan maslahat olishingiz tavsiya etiladi. Odatda uy yonidagi garajlar yoki oshxona kabi yordamchi binolar asosiy uyning bir qismi sifatida baholanadi va shunga muvofiq imtiyozga tushadi. Ammo alohida binolar sifatida ro'yxatdan o'tgan tijorat maqsadli garajlar bundan mustasno bo'lishi mumkin. To'rtinchi noaniq jihat, qonunchilikdagi o'zgarishlar. Har qanday qonun hujjati vaqt o'tishi bilan o'zgarishi, to'ldirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Shuning uchun siz doimiy ravishda davlat organlarining rasmiy yangiliklarini kuzatib borishingiz, soliqlarga oid qonunchilikdagi o'zgarishlardan xabardor bo'lishingiz muhimdir. Masalan, ertaga hukumat imtiyozni bir mulkdan ikki mulkka kengaytirishi yoki aksincha cheklashi mumkin. Shuning uchun har doim dolzarb ma'lumotlarga ega bo'lishga harakat qiling. 5-noaniq jihat mulkning ulushli egaligi. Agar mulk bir necha shaxsga, jumladan pensionerga tegishli bo'lsa, masalan 1-2 ulushda imtiyoz qanday qo'llaniladi? Odatda imtiyoz pensionerga tegishli bo'lgan ulushga mutanosib ravishda qo'llaniladi. Masalan, agar uyning yarim ulushiga ega bo'lsa, uning ulushiga to'g'ri keladigan soliq miqdoridan ozod etiladi. Bu masalada ham aniq tushuntirish olish uchun soliq organiga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir. 6-noaniq jihat, turar joyini o'zgartirish. Agar pensioner imtiyozdan foydalangan holda bir joyda yashayotgan bo'lsa va keyin boshqa uyga ko'chib o'tsa, yangi mulki uchun qayta ariza berish kerak bo'ladi. Imtiyoz avtomatik tarzda yangi manzilga o'tkazilmaydi. Eski mulk uchun imtiyoz bekor qilinadi. Yangisi uchun esa qayta rasmiylashtirilishi lozim. Eng yomoni esa agar siz imtiyozdan foydalanaman deb o'ylab, soliq to'lamay turgan bo'lsangiz-u, lekin aslida sizga imtiyoz berilmagan bo'lsa, bunga qanday choralar ko'riladi? Bu holatda sizga soliq qarzdorligi yoziladi
va qonun bo'yicha kechikkan har bir kun uchun jarima hisoblanishi mumkin. Shuning uchun imtiyoz rasman tasdiqlanganiga ishonch hosil qilish juda muhim. Soliq organidan imtiyoz qo'llanilganligi haqida yozma tasdiqnoma olish sizni bunday yo'qimsiz holatlardan himoya qiladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Bu imtiyozdan qanday qilib to'g'ri foydalanish mumkin? Quyida amaliy tavsiyalar va aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam hujjatlarni yig'ish. Imtiyozni rasmiylashtirish uchun sizga quyidagi asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. Yer pasportingizning asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatdir. 2. Pensiya guvohnomangizning asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatdir. O't mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr hujjatlari. Bular sizning uyingizga yoki yer uchastkangizga egalik huquqini tasdiqlovchi kadastr pasporti yoki boshqa turdagi hujjatlar bo'lishi mumkin. Bu hujjatlarda mulkning joylashgan manzili, maydoni, kadastr raqami va maqsadi aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Har bir mulkingiz uchun alohida hujjatlar tayyorlang. Ikkinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Siz ushbu imtiyozni rasmiylashtirish uchun ikki asosiy joyga murojaat qilishingiz mumkin. Yer, yashash joyingizdagi yoki mulkingiz joylashgan hududdagi Davlat soliq xizmati inspeksiyasi, tuman, shahar soliq inspeksiyasi. Siz to'g'ridan-to'g'ri soliq inspeksiyasining fuqarolar qabul bo'limiga borishingiz va imtiyoz uchun ariza berishingiz mumkin. Soliq inspeksiyasi xodimlari sizga ariza blankasini berishadi va uni to'ldirishda yordam berishadi. 2. Davlat xizmatlari markazlari, DXM. O'zbekistondagi barcha tuman va shaharlarda davlat xizmatlari markazlari faoliyat ko'rsatmoqda. Bu markazlar bir darcha tamoyili asosida ishlaydi va ko'plab davlat xizmatlarini olishni soddalashtiradi. Siz davlat xizmatlari markaziga borib, soliq imtiyozini rasmiylashtirish bo'yicha xizmatdan foydalanishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda va hujjatlarni topshirishda yordam berishadi. Onlayn portal my.gov.uz. Agar ushbu xizmat 2026 yilga qadar onlayn tarzda ham yo'lga qo'yilsa, siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali ham ariza berishingiz mumkin. Hozircha bu xizmatning aynan onlayn shakli mavjudligi aniq emas. Ammo davlat xizmatlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilayotganini hisobga olsak, 2026 yilga borib bu imkoniyat paydo bo'lishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun imkoniyatlarni kuzatib borishni maslahat beraman. 3-qadam. Ariza to'ldirish va topshirish. Ariza blankasini soliq inspeksiyasidan yoki DXMdan olib, uni diqqat bilan to'ldiring. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ofis pasport ma'lumotlari, pensiya raqami, mulkingiz haqidagi ma'lumotlar, manzili, kadastr raqami, mulk turi va mol-mulk hamda yer soligidan imtiyoz berishni so'rashingiz kerak bo'ladi. Agar sizda bir nechta mulk bo'lsa, qaysi mulkingizga imtiyoz qo'llanilishini aniq ko'rsatib o'ting. Arizaga yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Ariza va hujjatlarni tegishli organga topshirganingizdan so'ng, ularning qabul qilinganligi haqida sizga tasdiqnoma beriladi. Bu tasdiqnoma sizning arizangiz ko'rib chiqilayotganini isbotlaydi. 4-qadam, murojaat qilish muddatlari. Bu imtiyoz 2026 yildan kuchga kiradi. Shuning uchun 2025 yilning oxirida yoki 2026 yilning boshida murojaat qilishni rejalashtirishingiz kerak. Odatda soliq hisob kitoblari yil boshida amalga oshiriladi. Shuning uchun yilning dastlabki oylarida, yanvar-mart, ariza topshirish eng maqbul variant hisoblanadi. Bu sizning mulkingiz uchun 2026 yilning barcha soliqlari hisoblanishidan oldin imtiyozni rasmiylashtirishga imkon beradi. 5-qadam, imtiyozning tasdiqlanishi. Arizangiz ko'rib chiqilgan so'ng tegishli organ sizga imtiyoz berilganligi yoki rad etilganligi haqida yozma xabar yuborish kerak. Bu xabarni olishingiz va uni saqlab qo'yishingiz juda muhim. Chunki bu hujjat sizning soliq imtiyoziga ega ekanligingizni rasman tasdiqlaydi va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarning oldini oladi. Agar sizga imtiyoz rad etilsa, rad etish sababini aniq tushuntirishlari shart. Siz rad etish sabablarini o'rganib, kamchiliklarni bartaraf etgan holda qayta murojaat qilishingiz mumkin. Qadrli tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, 2026 yildan boshlab pensionerlar uchun mol-mulk va yer solig'i bo'yicha joriy etilayotgan bu imtiyoz juda katta ahamiyatga ega. Bu nafaqat moliyaviy yengillik, balki keksa avlodga bo'lgan davlat e'tibori va g'amxo'rligining yaqqol namunasidir. Sizni faqatgina bu videoni ko'rib o'tirmasdan,
balki yuqorida aytilgan amaliy qadamlarni qo'yishingizni va o'zingizning huquqlaringizdan to'liq foydalanishingizni qat'iy tavsiya qilaman. O'zingizning moliyaviy ahvolingizni yaxshilashga qaratilgan har qanday imkoniyatdan foydalanmaslik mantiqsizlik bo'lar edi. Bu ma'lumotlar nafaqat sizning o'zingizga, balki ota-onalaringizga, bobo buvilaringizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ularga bu videoni ko'rsating yoki uning mazmunini tushuntirib bering. Ularning ham bu imtiyozdan xabardor bo'lishlari va undan foydalanishlari uchun yordam bering. Keksalarga g'amxo'rlik qilish har birimizning burchimiz. Endi esa sizning fikrlaringizni bilishni istardim. Siz bu yangilik haqida nima deb o'ylaysiz? Bu imtiyozdan foydalanishni rejalashtiryapsizmi? Yoki sizning bu borada qo'shimcha savollaringiz bormi? Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Har bir kommentariyangizni diqqat bilan o'qiyman. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shunda siz kelajakda ham shunga o'xshash muhim va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr aziz do'stlar. O'zingizni ehtiyot qiling va huquqlaringizdan xabardor bo'ling.